katta mashinalarni to'liq qurilishga kirganini hammasini yuvib chiqarilyapti. Mana o'chirib turishibdi mashinalar ko'rayotganingizdek. Umuman shaharga loyiha ham, changi ham chiqmaydi. Bugun biza Art House yangi loyihasini qurilish jarayoniga kelganmiz. Hozir men sizga birma-bir qurilish bilan tanishtirib o'taman. Ko'kcha, Oqtepa eski uy bozori o'rniga tushgan novostroykalarni hammamiz bilamiz-ku. O'shaning yonida yangi loyihamiz, Obod maskan loyihasi. Esingizda bo'lsa, bu loyihani ham reklama qilib o'tdim. Loyihani qurilishini nimaga sizga ko'rsatib o'tmoqchiman. Okey, bu loyihamizda hozir mana ko'rayotganingizdek podushka ishlari ketyapti, lekin podushkadan oldin bo'lsa deep mixing uslubida 24 metr yerni tagiga qo'yilib turib beton qo'yilgan. 24 metr yoki почти 6 qavatli dom deb bo'lyapti. Hozir bo'lsa mana podushka jarayoni ketyapti. Hali ham o'sha gibridning rastrochka tizimi ishlayapti. Eslatib o'taman, bitta endi ko'rayotgan bo'lsangiz bu videoni boshiga $10,000 berasiz. 30 oy keyin 4,5 million so'mdan oyma-oy to'lab borasiz va 30 oy tugagandan keyin qolgan ostatka summasini yopib berasiz. Art House Instagram profilini obunachilari 50 ming bo'lgani munosabati bilan zo'r aksiyani yo'lga qo'yishibdi. Xonadon xarid qilganlarning ichidan 11 ta odamga sovg'a bor. 10 tasiga texnika, bittasiga bo'lsa remont под ключ xizmati. Shuning uchun siz ham bizning profillarni atmetga qilib qo'ydik-ku. Podpisatsiya qilib qo'ying. Sotuv bo'limining telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Loyiha bilan to'liq tanishtirib o'tishadi.